To'g'risi, mana bu obodonlashtirishda ishlaydigan opalarimizni yaxshi ko'raman. Hozir mana bu yerdan o'tib ketayotganda assalomu alaykum deb salom berdim. Boyagidek opamiz ham qandaydir uyalgandek bo'lib pastroqqa qarab nima qilyapti-da. O'zini hozirgi holatidan endi bilmadim. Uyalish kerak emas. Hozirgi holatingizni agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, erta Xudo xolasa farzandlaringiz sizni faxringiz bo'lib yuradi. Bu dunyo vaqtinchalik sinov dunyo. Hammamiz zo'rimiz ham, boshqamiz ham baribir hammamiz boradigan joyimiz bitta, o'shani unutmasligimiz kerak. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'risi hurmat qilaman shunaqangi insonlarni. Hammani har xil siningda-da. Nasib bo'lsa Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men bugungi kunni ham meni Xudo xolasa boshlab oldim, esonaman. Nasib bo'lsa hozir smenamni boshlab qo'yganman. Zakaz kutib o'tiribman, endi tushsa restoran tomon yo'l olaman. Qo'llab-quvvatlab turing. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz menga kuch hamda zarar beradi. Rahmat hammaga, charchamaysiz.